بردم و بردم بلب استقام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان. Aziz vatandaşlar ve radyo iştekan dostlar, assalomu alaykum ve rahmetullohi ve barakatuh. Xabarlar barnomasida xush keldingizlar. Bugun yakshanba 14-yil dalvoyning 12-si bu yer Mazori Sharif shahri Balx milliy radiosi. Bu soat xabarlar men bilan Isoxon Amiri. Bismillahirrahmanirrahim. Balx viloyatining mulkiy xizmat va islohot idora riyosati 32 basni 3-chi, 4-chi va 5-chi rutbasini ke Faryab, Sarapol, Badaxshon va Kunduz viloyatlarini madanlarining marbuti bo'lidi mulkiy xizmat va islohot idora riyosat tomonidan elektroniki imtihonlar markaz tariqidan yo'l taylagan. Bir elektroniki imtihon 32 bast 3-chi, 4-chi va 5-chi rutbasi ke Shamoliy viloyatlarini madanlarini marbuti bo'ladi barguzor bo'lgan. Ushbu ravandni iftitohiya marosimida Balx viloyatining mulkiy xizmat va islohot idoriy buyrug'i Mavlaviy Nek Muhammad Hanafi ishtirok etganlarda xushomad deb ta'kid etganki, ushbu purusa shaffof va odilona barguzor bo'ladi degan va hamchinon muvaffaq bo'lganlar boyad o'lkaning islomiy amirligini polisi mutobiqida xalqda xizmat ioya etsinlar degan. یادې ازموینې په ترڅ کې به د 15 ورځو په موده کې 452 تنه واجد شرایط نمایندان د قانون او پټرولیم ریاستونو اړوند 22 مسلکي بستونو ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره په آزاد او عادلانه سیالي کې ګډون وکړي. د بلخ ولایت اداري اصلاحات او ملکي خدماتو ریاست ټولو ګډونوالو ته ډاډ ورکوي چې دا بهیر د افغانستان اسلامي امارت د نافذه قوانینو او طرز العملونو سره سم په بشپړه شفافیت سره ترسره کیږي او آزاد رقابت لاري مسلکی اشخاصو ته په امارتي ادارو کې د دندو ترسره کولو زمینه برابر شي. Undan nari ushbu idorani bir rasmisi elektroniki sistemdan istifoda etish ravandini ishtirok etganlarda ioya etgan to bir qiyinchiliklar ularda ijod bo'lmasa. Aytilishicha, ushbu imtihonni birlanchi ro'zida 106 dovtalab Faryab viloyatining 5-chi bastida raqobat etgan va hamchinon ikki nozir Faryab viloyatining Muodin riyosat tomonidan ushbu imtihondan nazorat etdi. Ushbu imtihon shanba ro'zi shuru bo'lgan va ilo chorshanba ro'zgacha munazzam shaklda jarayoni bor degan. Va boshqa xabar bu-ki, Balx viloyatining aqvom va qaboil riyosati faoliyatlaridan munozalarni hal etganidan xabar bergan. Ushbu idorasi bir qiyin munozaasi ki 4 yildan buyoqqa ikki inog'ani o'rtasida meros ustida ijod bo'lgan edi, hal va fasl etgan. Ushbu munozaa meros ustida 4 yil oldin ijod bo'lib bir kishi o'lgan edi ki oila o'rtasida dushmanlik ijod bo'lgan edi ki Balx viloyatining aqvom va qaboil riyosat tomonidan qavmi buyuklarning hamkorligida ushbu munozaa hal va fasl bo'lgan. Qavmi buyuklarning aytishicha ushbu munozaada Jahongul 4 yil oldin inog'asini Jonxon meros ustida o'lgan edi ki bir-birini afv etib baxshlagan. Balx viloyatining aqvom va qaboil riyosatning buyrug'i ushbu qaziyaning hal bo'lganidan xushlik qilib ta'kid etganki, ushbu idora o'limlar, qavmi buyuklar va mahalliy nihodlarning hamkorligida ushbu ravandni idoma beradi degan. Aytilishicha, ushbu idora ishontirganki, sulhning ta'mini va oilalarning o'rtasida ravobitni taqviyati ushbu idoraning avlaviyat ishlaridan deb ushbu ravand jiddiyat bilan idomasi bor degan. Va bu ham oxirlanchi xabar. Balx viloyatining sarmoyaguzorlik riyosatini aytishicha, avvaliya mavod vorid etayotganlarni qiyinchiliklarni rafu uchun mahalliy idoralarning hamohangligida barnomalarni qo'l yuzida olganki, bir mujahhaz laboratorni o'lkaning shamoldagi bandarlarida faol etsa. Ushbu idoraning rasmiylarining aytishicha, ushbu iqdom sarmoyaguzorlarni پیشنهاد اساسida انجام bo'lgan degan. میخواهیم که در دولت یک پلان و بزنس پلانی که جور کردیم پیش قدر هستیم که در بندر تاجر سکتور خصوصی که دولت شراکت در لابراتوارهای میاری جور کنه، چرا که میاری فعلا لابراتوار ما نداشتیم. خیلی وقت است از 20-40 ساله که میشه لابراتوار میاری نداشتیم. فعلا بعد از پیروز شدن امارات اسلامی الحمدلله لابراتوارایی که فعلا که نصب است این فعلا چاره ما میشه و چاره عمومی میاری باشه نیست میار از این پس
Hamçunon ushbu nihodni rasmiylari ta'kid etgan ki o'lkaning shamoldagi bandarlarida me'yori va mujahhaz laboratorni bo'lmaganini, bir buyuk qiyinchilik tijorati faoliyatini barobarida edi degan ki shunday laboratorni ijod bo'lgani vorid bo'lgan mahsullarni barrasi etganida muhim naqshi bor deb, hamçunon ushbu barrasi ravandida suhulat ijod etgan ushbu nihodni avvaliyat ishlaridan hisob bo'ladi degan. د خوړو او درملو په برخه کې د دې لابراتوارونو د کیفیت کنټرول مربوط سواله چې نوې اداره راغلې ده ټول ټیسټونه د دوی مربوط کیږي او یو تعداد ټیسټونه دي چې دلته لابراتوارونه د ظرفیت نه لري دوی اسی کابل ته هغه واقع سره مشکل جوړ کړی دي. Aytilishicha ushbu tarhni amal bo'lganidan nari egulik mavodni kayfiyatini barrasi etganida qiyinchilik kam bo'lib tijorati faoliyatlar ko'p bo'ladi degan. Ushbu soat yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Har birlaringizni Alloh mutolaaga topshiraman. Yana ko'rishguncha xayr, sog', amon qolinglar. بردم و بردم بلب استقام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان